Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Kitap o'qish munbirimizga yaqindan diqqat berib kelayotgan anglarmanlarimiz, ko'rarmanlarimiz ehtimol diqqat qildinglar. 3 haftadan ortiqroq bo'lib qoldi. Munbirimizda yangi asar o'qilmadi. Sababi kayfim toza yaxshi bo'lmay qoldi. Dadam Ürümçide kichik bir avariyaga uchrab, operatsiya bo'ldi. Allohga shukri, hozir xeyli yaxshi pastga tushib, o'zi ancha-muncha mengib o'zining hojatidan azroq chiqa oladigan bo'ldi. Shu kayfim yaxshi bo'lmagandan keyin sizlarga asar o'qib bersam, pozitiv energiya bo'lmaydi albatta. Shunga kitob o'qib bermadim, lekin bu jarayonda keyin o'qib berdigan kitoblarni, asarlarni bir tanladim. Mana bu asarlarning ichida bu yil nashrdan chiqqan Shvetsiyada o'ltirishliq tadqiqotchi Zulhayat O'tkirning Sayyohlar izidan nomli bu kitobi. Bu kitob nafs chiroyli nashrdan chiqqan 733 bet ig'irligimi 1 kilo 800 gram keladi. Boya o'lchab baxtim. Albatta buningki ilmiy qimmati haqiqatan bebaho. Men bek yaxshi ko'rdim, xo'shallik bilan qiziqish ichida o'qib tugatdim. Bu fursatdan foydalanib, singlim Zulhayat O'tkirni yana bir qatim chin dilimdan tabriklayman. Andın bu kitapni bana İstanbul'dan alayda akilib sovg'a qilgan qarindishim Hörügülge ham chin dilimdan rahmat aytaman, chunki orliqda bormada ma'lum sabablar bilan boramay qoldim İstanbulga. Shunga bu kitapni o'qishga shunchalik taqozo bo'lib ketgan, janvatga bir qarindishim akapti. Shunga bak xursand bo'lib o'qib tugatdim. Kitapni o'qib bo'lgandan keyin o'zimniki ba'zi bir o'ylaganlarimni, ta'sirotlarimni qisqacha qilib Zulhayatga yetkazdim. Hozir shuni bu kitobni xeyli tafsili tonishtirib ishlangan bir qisqa video bor. Agar xohlasanglar, kitob o'qish munbirimizning inkas supsiga buni yo'llab qo'yman, bir ko'rib baqsanglar bo'ladi. Mazkur kitobni o'qib bo'lgandan keyin o'zimningki qisqacha ta'sirotimni Zulhayatga yezib avatgandim. Oldi bilan sizlarga shuni o'qib beray. Kompyuterimdan o'qib beray. Salom sevimli singlim Zulhayat, yaxshi turibamsiz? Sayyohlar izidan nomli katta kitobingizni o'qib tugatdim. Aniqki yana qayta o'qiyman. Oldi bilan afirin. Ajoyib katta bir kitob olib beradi bo'pti. Kitobni qo'limga olgacha orliqdagi ta'xirsizlikim, kitobni qo'limga elib o'qishni boshlaganda sizga bo'lgan qoyillik, faxrlanish, afirin aytishga o'xshash minnatdorlik tuyg'ularimga o'rin berdi. Kitobni boshdan oxir nihoyat qiziqish ichida o'qidim. Her bir bobni ko'ngil qo'yib o'qib, her bir parcha rasmga inchikilab qarab, bütün kitobni astoydil o'qib bitirdim. Eg'irligi 1.8 kilogram keladigan, jami 733 betlik, to'liq nafs ishlangan bu cho'ng hajmli kitobingizni o'tganda Uyg'ur tilim guruhida bir qarindishimiz nihoyat yaxshi tanishtirib ekan. O'qib bakmi xursand bo'lgan edim. Şuna kitabınızın məzmuni, o'rinlashtirilishi qatorliq jihatlarda takrar söz etish behojat deb o'ylayman. Yana kelib bu sohada izlanguchi emasman. Faqat bir qiziqchi bo'lganim uchun mazmuni jihatda baho berishga texmi munosib emasman. Vaholanki bir kitobni o'qib tugatganda doim o'zimdan bu kitob menga nima o'rgatdi deb savol qo'yishim bor. Avtorni tanıydigan kitaplarını o'qiganimda bo'lsa, talabim texim kuchli bo'ladi. Kesib aytamanki, bu kitobingizdan men ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Ko'p narsalarni oydinlashtirib oldim. Jami 11 betlik
paydalanish manbalarini misolga olsam, Uyg'ur tilidagi manbalar 1986 yildan toki 2017 yilgacha bo'lgan manbalar ekan. Ya'ni 40 yillik materiallar to'planmasi. Başqa tillardagi paydalanish materiallari, ya'ni shvedcha, inglizcha, xanzucha, turkcha qatorliq tillardagi materiallar bo'lsa, bir asrdan ortiq vaqt ichidagi kitob maqolalar. Ya'ni Stephen Hayden Qashqarga tunji qitim berib, qaytgandan keyin nashr qilgan kitoblardan tortib, ba'zi nupuzli Uyg'urshunoslarning, donliq ekspeditsiyalarning yaqinqi yillargacha e'lon qilgan ilmiy asarlarni o'z ichiga olgan nihoyatda keng doiralik manbalar ekan. Bu materiallarni to'plash, ijozat elib tarjima qilish va e'lon qilish, kitobni yozib bitirish, oxirida bu qadar sifatli qilib nashrdan chiqarish bir-biridan muhim bo'lgan halqalar bo'lib, har bir bosqich yuqori ilmiylik, favqulodda astoydillik bo'libmi tavranmas e'tiqod bilan yo'g'rilganligi ro'shan ko'rinib turibdi. Qisqasi, kitobni bitirish uchun qanchalik ajr qilganligingizni, ko'p yillar tinimsiz izlanganligingizni tasavvur qilish qiyin emas. Yig'inchoqliganda siz shved tilidagi birinchi qo'l materiallarni tarjima qilib, bu kitobga kirgizmagan bo'lsangiz, ya'ni shu ekspeditsiyalarning, missionerlarning o'z tili bilan yozgan kitoblarini ana tilimizga o'rish orqali orada ko'rik bo'lmagan bo'lsangiz, shundaqli yana ana tilimizni o'z ichiga olgan boshqa manbalardagi mazmunlarni kitobingizdagi munosib boblarda tilga elib tonishtirmagan bo'lsangiz, bunda qimmatli tarixiy uchurlardan qandoq va qachon xabar topgan bo'ladimmi? Rahmat singlim. Şunun bilan birga yana sizni yillardan beri qo'llab kelayotgan yo'ldashingizga rahmat, farzandlaringizga rahmat. Bundan keyingi tadqiqotlaringiz texnik usulliq bo'lsin, ilohim. Her qanday bir kitap nashrdan chiqqandan keyin mayli mazmun jihatdan bo'lsin yoki imlo jihatdan bo'lsin, azdir ko'pdir xatolik, yetishsizliklarga o'rin berdim. Bilasiz, mening bu jihatda biroz kasbiy kasalligim bor. Tövəndə kitabınızı o'qib tamamlaganda his qilgan bir necha nuqta ustida siz bilan o'rtoqlashishni arzu qilaman. Taklif fikrlarim muvofiq bo'lsa, keyingi nashrlarda manfaatli bo'lsa ajab emas. Ahırda özümniki es qilganlarimni yana bir necha bo'lakka bo'lib, ba'zi yerlarni jadvallashtirib tayyorlagan. Buni sizlarga o'qib bermay, qisqasi bu kitap haqiqatanmi bir o'qishga arziydigan kitap. Chunki bu kitap bizni 1900-yillarda, ya'ni bundan 120 yil ilgirki davrga boshlab bordi. Shu ayni vaqtda ana diyorimizga, vatanimizga borgan shu missionerlar, tavakkulchilar, ekspeditsiyalarninki o'z ko'zi bilan ko'rgan, anglagan, keyin qaytib kelgandan keyin yozgan mush xotirlarni ko'rish odamni ajoyib bir xil tuyg'ularga soladi ekan. Albatta, har birimizning his qilganlarimiz o'xshash bo'lmaydi. Shunga men shaxsan bu kitobni har biringlarning setib olib, uyinglarda saqlashinglarni bakmo umid qilaman. Shu taklifni beraman. Uning ustiga deganimdek bu kitob shunchalik chiroyli, yaxshi nashr qilingan bo'lg'ashqa, hatto kitobni varaqlagan vaqtidagi ilqi qo'lninki sezimimi ajoyib boshqacha. Men odatda shu kitobni qo'limga materialni shunday elib turib kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bakmo yaxshi ko'rdim. Xo'sh, bugun sizlarga mazkur kitobga kirgizilgan doktor Asad Sulaymonninki bir necha betlik bir beg'ishlama Kristus o'rnida yozib bergan bir asar bor ekan. Shuni o'qib beray. Albatta yana boshqa betchiqda qo'yay, ish qilib ba'zi yana mazmunlarni tanlab qo'ydim. Keyin fursat bo'lgan vaqtida yana shulardan sizlarga
o'qib berishga tirishiman, Xudoyim buyursa. Maqra emsa Skandinaviyadan qalbi Osiyoga tutashgan uzoq yo'l. Zulhayat O'tkörning Sayyohlar izidan nomli kitobi haqida. Doktor Asad Sulaymon. Zulhayat O'tkörning Sayyohlar izidan nomli zo'r hajmlik kitobi o'qirmanlar bilan yuz ko'rish oldida turibdi. Bu kitobda Shimoliy Yevropadagi tinch va go'zal davlat Shvetsiya bilan Iroq, Markaziy Osiyo cho'nqurliqlaridagi qadimiy diyor Sharq Turkiston o'rtasida 19-asrning oxirgi chorakidan boshlab elib berilgan oz-kam yarim asrlik madaniyat aloqalari va bu jarayonda o'tirg'i chiqqan tekshirish, tadqiqot natijalari tonishtirilgan. Shuning bilan bir vaqtda bu kitobda yana Sven Hedin, Nils Ambulit, Folik Bergman, Gustav Rakit, Gunnar Yaring qatorliq shved ekspeditsiyachilari va har sohadagi tadqiqotchilarning Sharqiy Turkistonni qidirish, tekshirish jarayonida to'plagan zo'r hajmlik qimmatli materiallari to'g'riliq tafsiliy uchur berilgan. 1892-yildan 1938-yilga qadar Sharq Turkistonning janubidagi Qashqar, Yenisar, Yarkan qatorliq joylarda din tarqitish bilan shug'ullangan shved missionerlarining faoliyatlari va ular to'plagan etnografiyalik materiallar haqida bir qadar inchika ma'lumotlar taqdim qilingan. Qisqasi, bu kitob Uyg'urlar bilan G'arb dunyosi o'rtasidagi yaqinqi zamon madaniyat aloqa tarixini tadqiq qilishda, bo'libmi Shvetsiyada saqlanayotgan Uyg'ur madaniyat tarixiga doir yozma vasiqalar, hujjatlar, qo'lyozmalar, risolalar, etnografiyalik materiallar, shundaqla ruh tariximizning bizga texi to'liq ma'lum bo'lmagan izlarni tushunishda muhim material bo'lg'usidir. Abdur kitobiga sayyohlar izidan deb mavzu qo'ygan. Kitobni o'qigan har qanday bir o'qirman 18-asrning boshlarida tunji qitim Sharq Turkistonga borgan shved ofitser Johann Gustav Renatdan tortib toki 1978-yili oxirgi qitim Qashqarni ziyorat qilgan Gunnar Yaringgacha bo'lgan necha o'nlagan shved sayyohlarning Markaziy Osiyo cho'nqurliqlaridagi tavakkulchilikka to'lgan hayoti hamda bu jarayonda to'plagan mo'l mazmunliq yig'malari bilan tanishib chiqa oladi. Shuning bilan bir vaqtda yana bu uzoq jarayonda shved sayyohlari bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi orasida yuz bergan ajoyib hikoyalar, unutilmas xotirlar, insoniy do'stlik, muhabbat, iztirob, ba'zida kishini xushal qilarlik, yana ba'zida ochiq tragediya bilan to'lgan kashmishlar bilan ham bahramlanadi. Mazkur kitobni o'qigan o'qirman Sven Hedinning Pamir egizligi bilan Taklimakan qumliqidagi tavakkulona ekspeditsiya ketmishlaridan insoniyatning ulug'vor irodasi va jasoratini qanchalik his qilsa, Sven Hedin bilan Lopnurliqlarning oqsoqoli kun chiqqan bek yoki tarimliq izchi Abdurahim o'ttirsidagi samimiy do'stlikdan insoniyatning til, irq va madaniyat farqlaridan halqıgan eng saf tuyg'ularidan shunchalik hozirlandi. Shved missionerlarining Sharq Turkistondagi oz-kam yarim asrlik din tarqitish faoliyatlari islom dini cho'nqur yildiz tartgan bu azim tuproqdagi yerlik musulmonlarda o'z davrida oz bo'lmagan fojialarni, ochiq qismatlarni va aqida krizisini paydo qilgan edi. O'qirmanlar mazkur kitobdan yaqinqi zamon tariximizdagi bu kutilmagan qistirma hikoyalarni o'qiganida missionerlarning aqida o'g'riligidan qanchalik g'azablansa, kuchali harbikash To'xtaxon bilan shved sestra ayol Louisa Engvall o'tirsidagi so'ygi muhabbatdan
hayron qalmay tura olmaydi. Abdulaziz Chingizxon Damollam 1930-yillarda Misrning Azhar universitetida o'qiyotgan yillarda vatan haqida yozgan Tavarruk asriga Qalbi Osiyo deb mavzu qo'ygan edi. Darvaqa Abdulaziz Chingizxon Damollamning muhojiratda yashab etib, bir kunmi esidan chiqara olmagan, kech kunduz o'tida ko'ygan va puchulangan baxtsiz vatani Sharq Turkiston Osiyo qit'asining markaziy qismiga, ya'ni Osiyoning qalbiga joylashgan edi. Amaliyotda Chingizxon Damollam Qalbi Osiyo deb ta'riflagan bu azim tuproqning jug'rofiyalik uqumi Rus va Yevropa sharqshunoslarining Markaziy Osiyo yoki O'rta Osiyo deb atagan rayonlarning uqumi bilan o'xshash edi. Mayli Shved ekspeditsiyachilar bo'lsin yoki Shved missionerlar bo'lsin, ular qoldirgan barliq yozma hujjat va xotirlarda Osiyo qit'asining qalbiga joylashgan bu qadimiy makon ba'zida O'rta Osiyo, ba'zida Markaziy Osiyo, ba'zida Sharq Turkiston degan nomlar bilan atalgan edi. Zulhayat O'tkirning bu kitobini o'qib etib, mazkur asarga zo'r tipdagi tarixiy va madaniyat uchurlarining jug'langanligini, chetiladigan zamon va makon chekining kengligini, vaqa hodislarni tonishtirish va bayon qilish bilan ilmiy muhokamaning organik birlashtirilganligini his qildim. Shunisi ediki, madaniyat tarixi yoki millatlar va rayonlar aro madaniyat munosabatlarini tadqiq qilishga beg'ishlangan har qanday bir ilmiy asar o'ziga mo'l va ishonchli bo'lgan manbalarni ul qiladi. Abdur Zulhayat xonim inglizcha va shvedchani yaxshi bilishdek til afzalligi, Shvetsiyada yashashdek makon fursatidan unumli foydalanib, Shved arxivlariga ko'milgan Sharq Turkistonga doir birinchi qo'l manbalarni qezib chiqqan. U Shvetsiyaga kelgandan buyon izchil holda shved tilidagi Uyg'urlarga munosabatli ko'plagan manbalarni tarjima qilib va tonishtirib kelgan. Yana bir tarafdan Turkiya qatorliq ellardagi bir qism tadqiqotchilar bilan hamkorlashib, shved arxivlarida saqlanayotgan Uyg'ur etnografiyasiga doir qo'lyozma va hunar kasb risolalarni nashrga tayyorlagan. Uzun mezgillik o'rganish, tadqiq qilish va izdanish tajribalari uning bu qitim nashrga tayyorlagan bu kitobining yo'riqlikka chiqishiga mustahkam asos bo'lgan. Men bu kitobning nashrga sunilgan nusxasini o'qib chiqish jarayonida shved ekspeditsiyachilarining tarim o'ymonligida elib borgan jug'rofiyalik, arxeologiyalik va insonshunoslik sohasidagi qidirib tekshirishlari, shundaqla shved missionerlarining Sharq Turkistondagi oz-kam yarim asrlik din tarqitish faoliyatlari to'g'risida mundaq bir qancha nuqtani o'qirmanlar samiga alohida ta'kidlab o'tishni zarur deb qarayman. Birinchi, mayli Svenhedenning O'rta Osiyo va tarim o'ymonligida elib borgan 5 qitimliq qidirib tekshirishi jarayonida bo'lsin yoki turkolog Gunnar Yaringning Sharq Turkistonda elib borgan til va etnografiya tekshirishi davomida bo'lsin, Skandinaviya yerim orladagi Shvetsiyada Uyg'urlarning til, tarix, jug'rofiya va madaniyat sohalari bo'yicha haqiqatanmi mo'l mazmunliq yig'ma, ya'ni kolleksionlar shakllandi. Bu yig'malar keyincha G'arb dunyosida Sharq Turkistonning tarix madaniyatini tadqiq qilishdagi muhim manbalarning biriga aylandi. Bu jihatdan mayli Svenheden bo'lsin yoki Sharq Turkistonga borgan boshqa shved ekspeditsiyachilari bo'lsin, ularning nomi Uyg'ur xalqi tarafidan har vaqt xotirlanishiga tegishlidir. Xuddi Gunnar Yaring aytgandek, ular yolg'iz ilm sohasidagi jasur tavakkulchilar bo'lib qolmasdan, balki texmo muhimi Uyg'ur xalqining yori, do'sti edi. Halbuki
Keyinki vaqtlarda Svenheden ve Günnar Yarın qatarlıq bir qism Şved şərqşünaslarının Mərkəzi Asiyadakı ilmi təkşürüşlərinin arqısında Avropa Aryan irqçilik nəzəriyəsinin köləngiləri mövcudluğu. Svenhedenning Asiyaga qilgan 5 qitimliq ekspeditsiya faoliyatining ko'p qism xarajatining natsistlar Germaniyasidan kelganligi, hatto Svenhedenning dunyo jug'rofiya ilmiy sohasidagi bir avangard bo'lishiga qaramay, Adolf Hitlerning alohida taklifi bilan 1936-yili natsistlar Germaniyasi sohibxonlik qilgan Berlin Olimpik tantarbiya musobaqasining echilish nutqini so'zlaganligi o'tirg'a chiqishga boshladi. Keyingi vaqtlarda bir qism Şved sharqshunoslari Svenheden va Günnar Yarın qatarlıq oldingi avlod Şved sharqshunoslarining o'tmishiga ko'milgan sirliq tugunlarga qarata tanqidiy muhokamalarni o'tirib chiqardi. Albatta, Şved sharqshunoslarining keyingi vaqtlarda muhokamaga qo'ygan bu tanqidiy qarashlari bizga yaqinqi zamon Yevropasining Sharq Turkistonning tarix madaniyatiga doir ekspeditsiyalik va ilmiy tekshirish tipidagi izlanishlariga hamda bu izlanishlarning samarasi sifatida o'tirg'a chiqqan tadqiqotlarga tanqidiy nazar bilan muomala qilishimizni, boshqa har qanday bir ilmiy masalaga muomala qilgandek so'g'oqqan, tamkin bo'lishimizni, masalalarni har ikki tarafdan muhokama qilib ko'rishimizni talab qiladi. Bu yerda shunimi eskartib o'tmoqchimanki, biz uchun eng muhim bo'lgani Svenheden, Günnar Yarın qatarliq oldingi avlod Şved sharqshunoslarining kim ekanligi, ularning siyosiy ideologiyasining qaysi lagerga mansubligi yoki ularning kim uchun xizmat qilganligi emas, balki ularning g'arb ilm sohasida Uyg'urlarga munosabatli qanday bir ilmiy xazinani qoldirganligi va Shvetsiyadek kichik bir davlatda Sharq Turkistonga doir shuncha ko'p yig'malarni maydonga keltirganligidir. Ikkinchi, Şved missionerlarining Sharq Turkistonda elib borgan oz kam yerim asrlik din tarqitish faoliyati o'z davri uchunla emas, balki bugungi kunimiz uchunmi qayta o'ylanishga tegishli bir murakkab masala. Men buningdan 10 necha yillar ilgari Özlük ve Kimlik namlı kitabında Şved missionerlarining Sharq Turkistondagi din tarqitish faoliyatlarının mohiyatini madaniyat tajovuzchiligi deb atagan edim. Abduqodir Damollam vakilligidagi Uyg'ur sarxillarimi 20-asrning boshlarida Qashqarda faoliyat ilib berayotgan Şved missionerlarini din o'g'irlari, aqida o'g'irlari deb atagan edi. Şved missionerlari nima uchun va qandaq bir arq ko'rinishda islom dini ming yillardan buyon cho'nqur yiltiz tartgan Sharq Turkistonda xristian dini tarqitishni planlagan. Ularning shuncha uzoq yo'llarni besib Qashqarga kelishdiki haqiqiy maqsadi nima edi? O'z davridagi Manching hukumati bo'lsin yoki militarist Yang Zemin bo'lsin, bu masalada nima uchun yerlik musulmonlarning qarshiliklarini e'tiborga olmadi? Nima uchun Şved missionerlarining din tarqitish faoliyatlari cheklanmadi? Mana muşnuqlardan elib aytganda Şved missionerlarining Sharq Turkistondagi din tarqitish faoliyatlari Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon madaniyat va aqida tarixidagi haqiqatanmi fojiali bir sahifa edi. Günnar Yarınmi Qashqarga qayta safar nomli kitobida Şved missionerlarining Sharq Turkistondagi din tarqitish faoliyatlarining butunlay mag'lubiyatli va natijasiz oxirlashgan bir urinish bo'lganligini tilga olgan edi. Halbuki Şved missionerlarining Sharq Turkistondagi yerim asrlik natijasiz va mag'lubiyatli urinishlarining orqasida Qashqar, Yarkan qatorliq joylarda zamonaviy doktorxona, maktab, bosmaxona, gazet va bosma buyumlari maydonga kelgan edi. Şunun bilan bir vaqtda Shvetsiyaning bir qancha muzey va
arxivxonalarida Sharq Turkistonga doir materiallar ombiri, foto suratlar yig'malari, qo'lyozmalar kolleksionlari barpo bo'lgan. Lund universitetida 20-asrning boshlaridan boshlab turkologiya darsi ta'sis qilingan edi. Shved missionerlari 1914-yili Qashqarda Yorug'luq nomli kalendar bosgan. Sharqiy turkiy tilining tunji imlo qoidasini tuzgan edi. Ular yana Qashqardan Shved bosmaxonasida Qashqardagi Shved bosmaxonasida O'rta Osiyo tarixi nomli tunji sistemalik tarix kitobini matematika, coğrafiya, tabiat va fiziologiyaga doir necha o'nlagan zamonaviy darsliklarni nashr qilgan edi. Onundan başqa Shved missionerlarining Sharq Turkistondagi yarim asrlik din tarqitish faoliyatlari jarayonida Qashqar, Yemisar, Yarkan, Xotan, Kucha qatorliq joylardan yig'ib olgan qo'lyozma va tosh bosma kitoblar, risola, hujjatlar, nasabnoma, shajarlar, qo'l hunar buyumlari, kiyim-kechak hamda turmush buyumlari o'rnaklari keyingi davrlarda Shvetsiyada bir qanchalagan arxivxonalar va etnografiya muzeylarining yig'malarini beytgan edi. Mushu ma'nodan aytganda Shved missionerlarining Sharq Turkistonga doir yig'malari Uyg'urlarning yaqinqi zamon jamiyat tarixini tadqiq qilishda texnicha to'liq echilmagan muhim manbalarning biri hisoblanadi. Üçüncü, mayli Svenheden, Nils Ambult, Bergman qatorliq Shved ekspeditsiyachilari bo'lsin yoki 20-asrning 30-yillarida Qashqar rayonida faoliyat elib borgan Shved missionerlari bo'lsin, ularning Uyg'urlarning siyosiy taqdiri va irodasiga bo'lgan pozitsiyasi murakkab, aniqsiz, passiv, hatto ba'zida salbiy maydonda bo'lgan edi. Bularni ularning o'z davridagi Xitoy doiralari bilan bo'lgan rasmiy munosabatlari, iltimos dokladlari, xatchaklari yoki xotiralaridan ko'rib olishga bo'ladi. Svenheden o'zining tarim o'ymonligida ilgari keyin bo'lib elib borgan 5 qitimliq ekspeditsiya faoliyati jarayonida dastlab Manching doiralari bilan, keyincha Yangzingshin, Jinshurin va Shingsay qatorliq militaristlari bilan intayin yaqin munosabat o'rnatgan edi. Svenhedenning xotirlarida uning militarist Yangzingshinga bo'lgan qarashlari intayin ijobiy bir mavqeda yozilgan. 1930-yillarda o'zining ilm sohasidagi yuksak nufuzi bilan dunyo siyosiyonlarining hurmati va e'tiboriga erishgan Svenheden Sharq Turkistonni kontrol qilib turgan Xitoy militaristlari bilan yaqin munosabat o'rnatmay turib, siyosiy vaziyatni davom qilib turgan bu rayonda o'zining ekspeditsiya faoliyatlarini o'ngishli elib borg'ili bo'lmaydiganligini intayin yaxshi tushungan edi. Şu sebepten bo'lsa kerak, u o'zining Qashqun Majungyin, Ko'shma ko'l qatorliq bir qism kitoblarda Sharq Turkiston inqilobi to'g'riliq faqatla ko'rgan anglaganlarini bayon qilgan, ammo uningga baho berish yoki ifoda bildirishdan o'zini qochirgan edi. Halbuki Svenheden, Nils Ambult qatorliq Shved ekspeditsiyachilarining 1930-yillardagi Sharq Turkiston inqilobiga tutgan pozitsiyasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularning Shvetsiyaga qaytgandan keyin nashr qildirgan kitob asarlarida bu to'g'riliq qimmatli bayonlar o'rin olgan edi. Kitap ig'ir o'g'ashqa demaksan. Nils Ambultning 1937-yili nashr qildirgan Karvan nomli kitobida Xotan inqilobiga doir bir qism muhim uchurlar bayon qilinish bilan birga Xotan amiri Muhammad Emin Bug'ra bilan Xotan podshohi Malak hazratlari
ya'ni Niyaz Alamaxonumning yerlik inqilobchilar bilan birlikda tushgan xotira surati hamda 1933-yili Muhammad Emin Bo'raning yetakchiligida Xotanda o'tkazilgan harbiy paradning surati tunji qitim e'lon qilingan edi. Şivit missionerlarining 1930-yillardagi Sharq Turkiston inqilobiga tutgan pozitsiyasi texmi murakkab va salbiy ravishda bo'lgan edi. Ularning xotirlarida Xotan inqilobchilarining Yarkan va Yangisarni olgandan keyin Şivit missionerlari tarafidan xristianlashtirilgan Uyg'urlarni tutqun qilganligi, qizlarni majburiy erga berganligi, cherkovlarga besib kirib o't qo'yganligi, hatto Hobil ismli bir Uyg'ur xristian muxlisni o'ldirganligi qatorliq bir qator voqealar tutqun qilinib, Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga qarta norozilik va dushmanlik kayfiyatini ifoda qiladi. Albuki bu yerda masalaning yana bir tarafiga kelsak, Sharq Turkiston inqilobining Qashqarni markaz qilgan janubiy qismidagi jarayoni, bo'libmi tarixiy shaxslar Sabit Do'monlam boshchiligidagi Sharq Turkiston islom hukumatining muhim a'zolari, Jumhur raisi Xo'janiyaz hojining oy yulduzliq ko'k bayroq oldida qilich tutib tushgan surati, general Mahmud Muhitning askarlari bilan birga tushgan suratlari va hokazolar Şivit missionerlari tarafidan tortilib, Şivit arxivlarida saqlanib qoldi. Sharq Turkiston Jumhuriyati jakarlangandan keyin Sabit Domollam boshchiligidagi hukumat kabineti Qashqardagi Şivit missionerlarining basmaxonasini vaqtliq o'tkazib olib, Istiqlol, Sharq Turkiston hayoti, Erkin Turkiston qatorliq gazet majmualarini, hukumat hujjatlari, Sharq Turkiston puli va pasportlarini dal mushu basmaxonada besib tarqatdi. Mushu nuqtadan elib aytganda, garchi Şivit ekspeditsiyachilari bilan Şivit missionerlari 1930-yillardagi Sharq Turkiston inqilobiga nisbatan murakkab, passiv va ma'lum jihatda salbiy pozitsiyada bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ular qoldirgan mo'l mazmunli arxiv materiallari bilan tarixiy suratlar Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qisqa, lekin murakkab jarayonlarga to'lgan tarixini tadqiq qilishda muhim manbalar bilan ta'minlaydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan bir qism nuqtalarning shuncha zilliqi va tema jihatdagi sezgirligiga qaramay, Zulhayat xonim bu kitobida Şivit arxivlaridagi Uyg'ur madaniyat izlarini cho'nqur darajada qezib ko'rishga, ularni bir-biriga ulab sistemaga turg'izishga, shundaqla material manbalarini ma'lum darajada kenglikka ham uzunlikka ega qilishga tirishgan. Kitobda Şivit arxivlaridagi Uyg'urlarga doir manbalarni tonishtirish, uni ixcham va ommabop uslub bilan bayon qilish, shundaqla o'qirmanlarga uchur yetkazish asos qilingan bo'lib, talash tartish qo'zg'aydigan yoki bir taraflimilik hukm chiqaradigan ahvollardan saqlangan. Bo'libmi, mazkur kitobda Uyg'ur o'qirmanlarga notanish bo'lgan yoki ilgari tonishtirilmagan bir qism manbalar alohida o'rin olgan bo'lib, Şivit missionerlarining kona Şivitcha imlo bilan qo'lda yozgan xotirlardan yoki Shvetsiyada 1940-1950-yillarda Şivit tilida nashr qilingan Sharq Turkistonga doir kitoblardan tanlab Uyg'urchaga tarjima qilingan bir qism yozmalardagi uchurlar intayin qimmatlidir. Ondan boshqa kitobga kirgizilgan zo'r sondagi qistirma suratlar, tez sizmalar, qo'lyozmalardan o'rnaklar hamda Sharq Turkiston jo'grafiyasiga oid xaritlarmi mazkur asarning material juqlanmasidagi kengligini, mazmunidagi rangdorligini va qurilmasidagi o'zgachilikni ifoda qilib turadi. Mening his qilishimcha, mazkur kitob Zulhayat xonimning muhojiratda yashagan 10 necha yildan buyangi tinimsiz izlanishlarining natijasidir. Bundaq bir jarayonga shak shubhasizki, muallifning xo'shalliqlari, azoblari, yig'ilari va kulgilari yondashgan bo'ladi.
Her qandaq bir yetuk əsər yoki zo'r bir ilmiy əmgək xatalıqlardan, səvəlliklərdən və yetişsizliklərdən xali bo'la olmaydi. Chunki ilim ruhi və ilmiy pozitsiya izlanguvchilarning xatoliklar ichidan to'g'risini bayqishi, yetishsizliklarni to'xtovsiz ravishda to'liqlab mengishi, shundaqla xatolik o'tkazishdan qo'rqmaslik natijasi shakllandi. Ziloyat xonimning Sayyohlar izidan nomli bu kitobimi albatta bulardan mustasno emas. Kasbdoshlarning, do'stlarning, vatandoshlarning va barliq o'qirmanlarning bu kitob haqida qimmatli fikr takliflarini ayamaydiganligiga ishonaman. Oxirida Abdur Zulhayat O'tkirni bu kitob bilan qizg'in tabriklayman. 2021-yil 4-iyul Washington DC. Kitap xeyli ig'ir bo'g'ashqa pastga qo'yib turib o'qidim. Shuning bilan mazkur kitob haqida umumiy bir tushuncha bergan bo'ldim. Albatta bu kitobni o'qib bo'lganlarni oz bo'lmasa kerak aranglarda. Texi o'qimaganlar uchun bu kitob haqiqatanmi bir o'qishga arziydigan kitob. O'tgan haftaning oxiri Shvetsiyaning Stockholm shahriga borgandim. Afsus Zulhayat qatorliq yaqin do'stlarim bilan ko'rishamay qoldim. Shuningdimi chiroyli manzillardan biroz tartib qisqa bir video tayyorladim. Xo'sh, o'zingizlarga oxirida shu qisqa videoni sunaman. Allohga omonat, omon bo'laylik. Bu dunyoda yashayotgan ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz omon eson bo'lsin. Hammanglarga amonlik, xotirjamlik, xayrliklar tilayman. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetining hurmatli anglarmanlari, ko'rarmanlari. Bugun men Shvetsiyaning Stockholm degan shahrida. İşensanglar, hozir faqat tushdan keyin soat 2:30 bo'ldi. Shvetsiyaga ilgari kelgandim, yozda kelib kelgan. Shunashqa yozda kunduz nihoyat uzun bo'ladi ekan, qorong'i tushmaydi ekan deb hayron bo'lgandim. Bu qaytib qishda keldim, 2:30 qorong'i tushib ketdi, baxma hayron bo'ldim. Stockholmda bir necha kun turib qoldim. Shu turgan mazgildagi chiroyli manzillardan hozirlarga sunaman. Hey,